Bugün biz An-Nas suresini to'raqonda o'rganamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udhu bi robbin nas. Qul a'udhu bi robbin nas. Bu oyatdagi a'udhu sözünde vavdu sozamiz. A'udhu. Aslında zaldi a'udhu desin balkim a'udhu deb o'qiymiz. Aslında an-nas degan so'zda nun tashdid bo'lgan sebepten ani iki harakat o'lchamiga qarmaymiz. Bi robbin nas emas balkim bi robbin nas. Bi robbin nas. O'shunda barcha oyatlarning aqrida qarmaymiz. Keyingi oyat Malikin nas. Malikin nas. Bu oyatdagi maliki sözündeki mimning fathasin, lam jana kaf tifishlarining kasrasini to'liq chiqarish kerak. Savkiyada shashib o'qigan sebepten malikin nas deb lam tifishi sukun bilan o'qilib qoladi. O'sha sebepten lamning kasrasini maliki deb to'liq chiqaramiz. Keyingisi ilahin nas. Ilahin nas. Min şerril vesvasil khannas. Min şerril vesvasil khannas. Bu ayette şerri sözündeki ronu içi okuyoruz. Min şerri. Min şerri emas balkim min şerri. Oşanda ihfasındağı min deb ishga qilamiz. Min emas balkim min şerri. Min şerri. Oşanda al-vasvasi degan so'zda vav tuvishini vav bilan al-vasvasi deymiz. Al-vasvasi emas balkim al-vasvasi. Ekerinin aralığı açık bo'lib aytiladi. Al-vasvasi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bu oyatdagi yuwaswis sözündagi murdaga oyatda aytganday yuwaswisu deb vav tifishlarini to'liq to'g'ri chiqaramiz. Yuwaswisu. Fi jara suduri degan so'zlarda fi suduri deb mattarni sozamiz. Fi sudurin nas. Sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bu ayatdagi mina sözündeki mimning kasrasini to'liq chiqaramiz. Savkiyada minal deb shashib o'qiganda mim tivishining kasrasi bilan o'qilib qoladi. O'shundan mina deb kasrani aytganda aslini qayerindagi jo'yamiz. Mina. O'shanda al-jinnati degan so'zda jim tivishini to'rash kerak. Savkiyada minal jinnati deb jim j tivishini aylanib o'qilib qoladi. Buldagi ko'p kechishi qatalardan biri. O'shundan qanday o'qiymiz? Minal jinnati deb o'qigan to'g'ri. Alloh taolo barizga joyda aytilgan qatalarni esga olib, Qur'oni Karimni eng to'g'ri o'qishga yordam bersin.